Yasincan usta maç kışta maşını 9 koy 9 moda yursak ziyan çıkar mı ha? Ziyan çıkdı o. Ziyan çıksın ayağımda çidap bir gün sonra yarık şoför, ustamlar, hanım, kızlar. Bizim burundan kollab katan konuyan hayırdanlık. Bizim var dükan yetkiş münasebetlen. Yeni dükkanın ornunu okupasın da ziyan çıksın ziyan bu kessin. Çidap bir gün paliyat kılı. Dep paliyat uğurlaştırdık. Nakol çıkarlayam sen. Nakol. Kısa Yasincan ustam maşını diyen çes ayıp koydu. Hem de hazır kış vakti maşın jurmak bekles. Soğukta. Bu tonlaydı olsun sıçraydı. Hem bu şundak japalık maşın juyduğun vaktimizden üzdü mü? Ma maşın juş orunda bir gün maşın ağılını küçük maşın akilemsizler. Yoya maşın akilemsizler. 9 koy 9 modulam. Juyduğun paliyatını uğurlaştırıp koyduk. Fakat bir günlam. Yani maşı 13. isla 12. ayının 13. günsi maş film yürekni besip 6 rakam yolu betkilam. Yaki 9 rakam yolu betkilam. Yasincan ustamdan maşın juş oruna maşın ağılını epkesanla. Maşın ağılını işçi, teşi hem yerini 9 koy 9 modulam bir gün jüpürümüz. Bolsa maş filmde işin hatki maşinisi var kırımdaşlar bir yol vatqa açıp görünler. Amrak maşinisini bir bu fürsette çestay bir juğuzu basın. Şunamı? Hem de nemiş konda koydunlar sanlar hem de ma dükkanda yanından içip to dükkan ornu bir emesti. Dükkan ornu yetkiliş münasebetler. Muşunda hem de maşin hatki buruntan hazırgi qollab vatqar urtqanlarımızga bir paydalık şıqıllı dep 9 koy 9 modun paliyatga qilib qo'ydik. Şunga şin haydoslar bir yol basanglar paydalanıp qalsa. Maşin juydigan o'rnimizdanki ishkital kirishishigi var mana. Bemal bir navbat total mashinam juğul buldu. Bir navbatda total mashinam juğul buldu. Bek fayda turib ketmaysizlar. Şunga amrak mashinangni bir 12. ayning 13. kuni shanba kuni vaqtinglarni chiqarib hamisha aklab bir juğuzib ketishinglarni chempionimizdan umid qilaman. Sizlarni saqlaymiz. Anigina undan nomeringizni bir qoldirib qo'yamsiz. 137 79 45 64 65. Hozir ko'rpak saqlab buldu. Ma dukkan yangi etish munosabatlarla ma'lum yangi juda mashinam ko'rsatyapti. Mana aytyapti ya. Maşinlar hazır etib bo'g'icha shundaq yaxshi kelib qo'llab turadi. Nimish qilsanglar Yasincan ustamni Shinxatki nurg'un do'stimiz tunuydi. Yasincan ustam jugan mashinani qanday shuydiganligini Shinxat do'stimiz biladi. Shunga etib bo'g'icha mashinlar kelib olib turib ketdi degan gapmi. Yana davomli mash Yasincan ustam tunuydigan yoki bizni tunuydigan andiki mush paliyat qatnashish mashinam jug'izib olsam bu deganlar 12 ayning 13 kunisi shanba kunisi ham samshat ko'rishimizga kesab emas. Bugunimizning Adirsuv qasa 90 ayimizdagi tashriq joylashgan Salomat doktorxonasiniki Qiypash udliq joylashgan amroq mashinam mashin yush o'rni shu. Mushu Chavsu apparatdan o'tib azroq masala Salomat doktorxonasi va Salomat doktorxonasidan bir 10 metrlar o'tib o'ng taraf qarsanglar ko'rsizlar amroq mashinam mashin yush o'rni. Topolmay qolsanglar Yasincan ustam uchun funksiyonli bo'ladi. Oldinglar chiqadi. Baqlamsa jurakimiz ko'plab taqdiqlar Shinxatki mashin savdo do'stimiz mushu faoliyatdan bir bahramlansin. Baqlamsa. Hamsa Yasincan ustam japadadigan bo'ldingiz mushlar so'g'atda 9 koy 9 model hamdi do'stlarimiz uchun. Bir gün 13. ayının shanba kuni bir gün 9 koy 9 model faoliyat judoq mashinani. Cho'ng chiqarqada mashinani. Ondan keyin yangi yilgacha yana birinchi ayning 1-gacha yangi yilgacha odatda 20 koy yug'an mashinani 19 koy 5 mo'lchan, 25 koy yug'an mashinani 24 koy 5 mo'lchan, 30 koy yug'an mashinani 29 koy 5 mo'lchan qilib yangi yil kirgicha davomli qashda faoliyat yuramiz. Demak, ma 13-yilda faoliyat oxirlashsimi mashinani kichik mashina 19 koydan yurib mamiz deyapmi? Onun keyinda yana olab deb qo'ygan yana bir gap. Do'konimizda yillik VIP mashina yug'izg'alim kasama bo'ldi va yillik yug'izgan mashinaning odatki eng kichik 5 kishligi 666 koy, yana 3 olti. Onundan sal cho'ng'aroq normal yuya mashinalar qilsa 777 koy. Ondan cho'ng'aroq yuya yoki bado kolumuz mashinalar qilsa 888 koy. 666 koylikniki bir qatimliq motor yupirish, motorni genshlik qilish, politova. 777 koylikniki 888 koylikniki ichi teshi motor har qanday yani bütün 10 yuzlik bir genshlik qilamiz haqsizda. Mana mashinamdan bir yillik qo'yan qilib turib yug'izib olsam bo'ldi deganlarmi? Yasincan ustamga qachon kelib yillik pul to'lab qo'ysanglar 666 koy bir yil. Qanchalik akasi yupirimiz bu mashinasini? Qatim soni yo'q. Qatim soni yo'q. Mashinani pat-pat yug'izib tursak bo'lmaydi. Shunga yangi amroq mashinasi amroq do'stlarim bir yillik 666 koy to'lab qo'ysanglar bir yil to'shqisa 365 kun mashinani olib yurdi degan gap. Ondan keyin ma faoliyat yutgandan keyin kichik mashina 19 koydan o'tiral mashinani 24 koy 5 mo'lchandan yo'g'on yo'ya mashina qilib qolsa 29 koy 5 mo'lchandan davomli mashina e'tibor bag'da yurib bo'ldi. Unda bo'lsa amroq mashinamni mashina yug'izib olsam bo'ldi, yillik pul to'lab qo'ysam bo'ldi degan do'stlarimiz kelishni qat'iy unutmaganlar. 12 ayning 13 kunisi mush faoliyatlarga qatnashib olsanglar bahramon bo'lsanglar bo'ldi. 13-yildan kim o yana kelsanglar e'tibor bag'da mashina davomli yurib bo'ldi. Kelishni qat'iy unutmaganlar. Baqlamsa sizlarni mishat saqlaymiz. Xayr xo'sh.